500 mingdan araba bor desam ishonasizlarmi? Toshkentda mana aravani o'zi 1 tonna ko'taradigan aravalar. Hozir obzorni qilib beraman. Biz joylashgan joyimizda hozir bu yoq Ibn Sinodan kelishimiz, yo'l yuzida betonka, bu yoq O'rizor. Mana O'rizor yangi domlari. Yo'l yuzida hozir aravalarni obzorni qilib ketamiz qisqacha. Aravalar boshlanib o'tgan narxi 500 mingdan boshlab hozir shu yo'lni aytib beradi. Salomlar, kelib aytib bering aka. Xo'p, aravalarimiz qurilish yangi boshlayotgan mijozlarimiz uchun vodiydan keladigan konteyner aravalarimiz bor. 700 ming so'mdan optim narx sotamiz. Mana mana shu 700 mingdan-da hozir ko'rayotganlar. 700 mingdan. Da, 700 ming so'mdan. Aravamizning plus tarafi tog'orasini ichi kesilmagan, asosiy joylari bukilgan. Ili bularning o'qlari qalin armaturadan ochiladi. Plus taraf asosiy shunda. Qurilishga katta balo olinadigan sababi ertaga shag'al, loy, qumdan yurayotganda botqolmasligini oldini oladi. Xo'p. 700 mingdan keyingilari arzonroq variantini hol olib keluvchi o'zimizda chiqayotgan mahsulotlarimiz bor. 600 mingdan optim narxlari. Optim nechta olish kerak? Optim. Xo'p, ikkita, uchta nari bera. Eng kami ikkita, uchta olish kerak. Sotishga bo'lsa uni yana ham kelishtirib beramiz. Muammo yo'q. Xo'p, keyingilari ikkita balonli aravalarimiz bor. Kattaroq ob'yemi oluvchilar uchun. Aytavering aka. Alohida detallarga ahamiyat beramiz. Bir xil ustuli yurayotgan payti tushirib qo'ysa, yuk bilan ketayotgan payti yerga tepib olmaydi. Pastki joydan, tepali joydan. Ishi bitkazib bo'lgandan keyin ko'tarib qo'yaveradi. Zo'r. Bu o'sha ko'proq yuk ko'taradigan aravalar bor. Ikkita balon. 500 kilogacha garantiya beramiz. Nech pul dedingiz buni? 5. Hop, bu 1 million so'm. 1 million so'm. Ha, demak 700 mingdan 1 million so'mgacha borda aravalar. Aravalar. Telefon qilsa, yana kelishtirib gaplashaveramiz. Hurmatli obunachilar, aravalar haqida qisqacha ma'lumotni oldik. Endi keyingi ma'lumotlarimizni qozon o'choqlar haqida bo'ladi. Mana bu yoqda ko'ryapsizlar, qozonlarimiz alohida, o'choqlarimiz ham alohida hisoblanadi. Hozir buni sotuvchi biza tanishtirib o'tib ketadilar. Qani aka, narxlarni aytib keting. Xo'p, aka, xalq uchun qilib qo'yganmiz. Qozon o'choqlarimiz bor. Eng kichkina razmerimiz 16 litrli. Ya'ni 3 kilogacha osh damlasalar bo'ladi. 16, 22, 30, u yog'i 50-60 litrli qozonlarimizgacha ham bor. Xudo xohlasa sifat uyaltirib qo'ymaydi. Bular oddiy alyumin emas, bular dur alyumin. Dur alyumin. Oddiy alyuminga qaraganda qalinroq, ili baqvatroq bo'ladi. Rangiga ahamiyat bermaymiz. Dur alyuminning o'zi rangi shunaqa chiqadi qolipdan. Narx-navosini aytasiz? Xo'p, o'choqlarimiz eng arzoni 200 mingdan boshlab turib, 150 dollargacha katta ob'yemli o'choqlarimiz bor. Buni klientlarning xohish talabiga qarab qalin yupqaligini qilib beramiz. Da. Qozon o'choq. Xo'p, 16 litrli qozonlarimiz 200 ming so'mdan, o'choqlari, qozonlarimiz 250 ming so'mdan. Общий 450 mingga, 450 minglik komplektimiz bo'ladi. Da, endi men kattasini aytib ketdim. Eng kattasi mana shu? Xo'p, eng kattalarimiz hozir tushdi 125 litrli. 120 kilo osh damlasalar bo'ladi, xudo xolasa bunga. Narximiz 1 million so'm. Nimasi? Qozonmi, o'choq? Qozonimiz. Ha, o'choq. O'chog'imiz 660 ming. 600 ming qilib bergan taqdirimiz ham 1 million 600 ming so'mga ishligi bitadi. 600 mingga qozon o'choq aylanyapti, eng kattasi bo'lyapti-da, to'g'rimi? Da. Orqada yana nimadir ko'ryapman. Orqada mana bu chugunliklarimiz-chi? Chugunlar, xo'p, 50 litrli chugunimiz bor. 10 kilo osh damlasalar bo'ladi. Chugunning narxi sal qimmatroq bo'ladi. 470 ming so'm. Chugun qozonni o'zi 470 ming. Chugun qozonlarni imkon qadar o'chog'ini ham qalinlikdan qilishga harakat qilamiz, chunki ichidagi vesining narxi, ichidagi mahsuloti vesi bilan qozon o'chog'ini bukib olishi mumkin. Chugunlar necha litrdan necha litrgacha? Chugunlarimiz 16 litrdan 60 litrgacha hadovoy razmer. 60 dan balandni qilib beramiz, u pod zakaz keladi. Chugun bilan dur alyuminning farqi nima shunda? Xo'p, chugun qozonimiz sekin qizib, olov o'chgandan keyin ham qozonni issig'iga turib beruvchi vazifani bajarib beradi. Dur alyumin. Dur alyuminimiz tez qizib, tez soviydi. Asosiy farqi shunda. Bir xilli qozonni kuydirish jarayonida alyuminni eritib qo'yishligi mumkin. Material yupqaligi hisobiga. Chugun unaqa muammo bo'lmaydi. Hurmatli obunachilar, pastda raqamlar qoldirib ketaman, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Promokod sizning uylar bo'ladi. Hozir men gaplashib ketaman, skidkasi bilan qilib berishadi. Joylashgan joyimiz Toshkent, O'rizordan Nazarbekka qarab ketib turish bo'ladi. Salomat bo'linglar.